Salom do'stlar, demak bugungi videomiz mana shu yangi platforma haqida bo'ladi. Bu yerda mana 7-fevral kuni ochilgan. Bu yerda mana ochilgan kuni joyladim. Bu xitoyliklarga tegishli platforma ekan va bu 100% o'zbek tilida. Demak, yana bitta eslatma, mana shu kanalga ham obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Yangi platformalar, dollarlik, so'mlik hammasi mana shu kanalda bo'ladi. Demak, videoni cho'zib o'tirmasdan boshladik. Dastlab biz ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak bo'ladi. Anchadan beri video qo'ymayotgan edim do'stlar, shu sababdan qo'llab-quvvatlab, like bosib, izoh yozib qoldiring. Demak, bu yerga birinchisiga telefon raqam kiritasiz. Keyin bu yerga ikkita bir xil parol, bu yerda o'zi mana shunaqa kod chiqib turadi. Keyin ro'yxatdan o'tishni ustiga bosib, ro'yxatdan o'tib olsangiz bo'ladi. Keyinchalik siz qayta kirishda bu yerda mana telefon raqamini kiritasiz va parolni kiritasiz. Mana shuni bosib qo'ysangiz, yana keyingi kirishingizda umuman sizdan parol so'ramaydi. Demak, men o'z hisobimga kirib videoni davom ettiraman. Demak, men o'z hisobimga kirib oldim. Kirishingiz bilan mana shunaqa yozuv chiqadi. Bu yerda 10,000 so'm bonus beradi ro'yxatdan o'tish uchun. Kunlik 1000 so'mdan bonus berib boradi. Do'stlarni taklif qilish uchun mana birinchi darajali referal uchun 20%, ikkinchi darajali referal uchun 3% va uchinchi darajali uchun 1% dan bonus berib boradi. Bu yerda mana BOE tariflar, ya'ni VIPlar mana 120 ming, 330 ming mana shunaqa ko'rinishda. Va bu yerdan chiqib ketamiz, X ni bosamiz. Bu asosiy bo'lim. Bu yerda pul yechish, bu yerda iltimos deyapti. Bu yerda esa mana kunlik bonusni olamiz kirishimiz bilan, mana 1000 so'm. Bu ham yomon emas. Bu yerda kirib ko'ramiz. Bu yerda mana lotereya davom eting deyapti. Taklifnoma mukofotlari. Siz do'stlaringizni taklif qilsangiz, bu yerda qandaydir bonus berar ekan. Men hozircha bitta ham referal taklif qilganim yo'q. Bu yerda mana mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limi. Bu yerda ijodkor dasturi, bu yerda hech narsa yo'q desak ham bo'ladi. Bu yerda mana shuni ustiga bosamiz. Bu yerda mana pul kiritish uchun mana misol uchun 120 ming bosamiz. Bu yerda kanalni tanlang deyapti, ustiga bosamiz. Bank, xohlasangiz dollar, xohlasangiz so'mda ekan. Mana dollarni so'mni bosamiz. Iltimos qayta zaryadlash, hamkor bank, xalq bank bittasini bosamiz. Bu yerda mana shu kartaga pul kiritib, keyin chekini mana shu yerga joylab, mana shu ustiga bosib qo'yamiz. Va qanchadir vaqtda tasdiqlanadi. Agar tasdiqlanmasa, menejerga yozishingiz mumkin. Xo'sh, bu bo'limni ham tushuntirib o'tdim. Pastroqda mana kim qancha pul kiritayotgani, kim qancha pul yechib olayotgani, bonuslar hammasi chiqib turadi. Ikkinchi bo'lim mana mahsulot bo'limi. Mening daromadim bu yerdan 1000 so'm, boyagi bonus. Bu yerda mana BOE 1, ya'ni VIP 1 ning narxi 120 ming, kunlik 8000 so'mdan berar ekan, har kuni 8000 so'm. Bu yerda VIP 2 ning narxi 330 ming so'm, kuniga 23 ming so'mdan bonus beradi. Bu yerda VIP 3 ning narxi 750 ming so'm, kuniga 55 ming so'mdan bonus berar ekan va bu yoqda VIP 4 ning narxi 1,8 million so'm, kuniga 150 ming so'mdan bonus berar ekan. Xo'sh, bu yoqda qolgan VIPlar bilan o'zingiz tanishib chiqishingiz mumkin. VIP 8 gacha bor ekan. Like bosishni unutmang do'stlar va mukofot bo'limi. Bu yerda mana qanchadir do'stingizni taklif qilsangiz, VIP sotib olsa bonus berar ekan. Bu yerda ko'rib turganingizdek bonuslar turi ko'p. Pastroqda ham qandaydir ma'lumotlar berib o'tilgan. Bu yoqda ikkinchi bo'lim. Hammasi 0, bironta ham referal chaqirmaganman do'stlar. Hozir hammasini tushuntirib o'tiradigan bo'lsam, video cho'zilib ketishi mumkin. Shu sababdan o'zingiz o'qib tanishib chiqishingiz mumkin. Va bu yerda jamoa bo'limi. Boya aytib o'tganimdek, mana birinchi darajali referal uchun 20, ikkinchiga 3, uchinchiga 1% dan bonus beradi. Bu yerda mana hammasi 0, daromad, jamoa va mana shu ustiga bosib havolani nusxalab olishingiz mumkin. Bu yerda ham ma'lumotlar berib o'tilgan. Endi oxirgi bo'lim. Bu yerda mening hisobimda mana 11 ming bor. Hali VIP sotib olganim yo'q. Bu yerda VIP 1 deb chiqib turar ekan.
10 000 so'm ro'yxatdan o'tganim uchun 1000 so'm kunlik bonus. Bu yerda qayta zaryadlash, pul yechish, lotereya, jamg'arma hammasi bor. Bu yerda bankni bog'lash deydi. Ya'ni bu bankni bog'lab qo'yasiz, karta raqamingizni pul yechish uchun kerak bo'ladi. Endi pul yechishni ko'rib chiqamiz. Ustiga bosamiz. Avval to'lov parolingizni o'rnating deyapti. Kiramiz. Bu yerga 6 ta yoki 8 ta xonali parol o'rnatishimiz kerak bo'ladi. Hozir men parolni o'rnatib, keyin videoni davom ettiraman. Mana parolni o'rnatib bo'ldim. Faqat raqamlardan iborat ekan, bironta ham boshqa narsa kerak emas. 6 ta raqamdan iborat bo'lar ekan. Xo'sh, albatta ustiga bosamiz va saqlash. Bu yerda mana minimal yechib olish 4000, 8000, 16000, 32000, 64000 xohlagan biridan yechib olishingiz mumkin. Bu yerda mana ertalab soat 10 dan obeddan keyin 18:00 gacha pul yechib olishingiz mumkin ekan. Bu yerda qolgan ma'lumotlarni ham berib o'tgan. Bu yerda komissiya 0% deyilgan. Bu yerda pul yechib olishni tanlang deyapti. Bu yerda hech nima chiqmayapti hozircha. Bilmadim. Iltimos to'lov parolingizni kiriting deyapti. Ya'ni boya 6 sonli raqamni kiritamiz va pullarimizni yechib olishimiz mumkin. Misol uchun 4000 ni tanlaymiz. Bu yerni bossak nimagadir chiqmayapti, keyinchalik chiqaradi. Xo'sh, mana shunday qilib pullaringizni yechib olishingiz mumkin. Agarda siz tushunmasangiz, bemalol Telegram guruhga yozib qoldirishingiz mumkin. Telegram kanal va guruh manzilini kommentariyada qoldiraman. Yana bitta narsa, men hech kimni bu platformaga kirishni yoki pul kiritishga majburlamayman. Xohlasangiz kiring, xohlamasangiz kirmang. O'zingiz bilasiz, tanlov o'zingizda. Xo'sh, demak, bugungi videomiz mana shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, albatta like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying.